Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Innovaziya to'plamidan 6-mavzuning yechimlarini boshlaymiz. Ya'ni mavzumiz tekis o'zgaruvchan harakat, tezlanish, oniy tezlik va ko'chish. Demak, birinchi masaladan boshlasak, to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatda tezlik va tezlanish vektorlari orasidagi burchak qanday bo'ladi? Agarda tekis tezlanuvchan harakat bo'lsa, tezlik va tezlanish vektorlari orasidagi burchak 0 gradus bo'ladi. Ya'ni Y javob bo'ladi. Chunki tezlanuvchan harakat qilishi uchun jism tezlanish yo'nalishi ham shu tarafga bo'lishi kerak. Agarda tezlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga bo'ladigan bo'lsa, u sekinlanuvchan harakat qilayotgan bo'ladi. Ya'ni shunday masala ikkinchi masalada berilgan. To'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatda tezlik va tezlanish orasidagi burchak qanday bo'ladi? Endi sekinlanuvchan harakat bo'lgani uchun tezlik bilan tezlanish qarama-qarshi yo'nalishda bo'ladi. Qarama-qarshi yo'nalishda bo'lgandan keyin ular orasidagi burchak 180 gradus tashkil etadi. Ya'ni tezlanish bu tarafga bo'lsa, ya'ni u sekinlanuvchan harakat qiladi. Ya'ni 180 gradus. Uchinchi masala. To'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jismni tezlanish vektori yo'nalishi quyidagi qaysi yo'nalish bilan mos tushadi? Demak, bizlardan tezlanish yo'nalishi so'ralgan. Tezlanuvchan harakat bo'lgani uchun, ya'ni tezlik bilan tezlanishning yo'nalishi, ya'ni bir tarafga bo'lishi kerak. Ya'ni tezlik pastga yo'nalgani uchun tezlanish ham pastga yo'nalgan bo'ladi, ya'ni birinchi bo'ladi. Demak, A javob. Endi 4-masalani ham shu yerga ishlaymiz. Xuddi 3-masala bilan bir xil. Endi sekinlanuvchan harakat bo'lyapti bu yerda, ya'ni tez chizmasini chizib olaylik. To'g'ri chiziqli tekis sekinlanuvchan harakatlanayotgan jismni tezlik vektori yo'nalishi quyidagi qaysi yo'nalish bilan mos tushadi? Demak, sekinlanuvchan harakat bo'lgani uchun tezlanish bilan tezlikning yo'nalishi qarama-qarshi yo'nalishda bo'lishi kerak. Demak, tezlanish pastga yo'nalgan bo'lsa, tezlik yuqoriga yo'nalgan bo'lishi kerak. Demak, birinchi bo'ladi. Ya'ni A javob. 5-masalada ikki jism OX o'qi ustida harakat qiladi. Agar birinchi jism tezlanuvchan, ikkinchi jism sekinlanuvchan harakatlanayotgan bo'lsa, jismlar tezlanishlarining proyeksiyalari uchun qaysi munosabat to'g'ri bo'ladi deyilgan. Demak, birinchisi tezlanuvchan harakat qilyapti. Demak, A1 x'imiz, ya'ni 0 dan katta bo'ladi. Ya'ni tezlanuvchan harakatda tezlanish musbat bo'ladi. Endi ikkinchi jism sekinlanuvchan harakatlanayotgan bo'lsa, demak ikkinchi jism A2x sekinlanuvchan harakat qilayotgani uchun, ya'ni
manfiy bo'ladi, 0 dan kichik bo'ladi, lekin u x o'qiga qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgani uchun ana shu minus bilan u plyusga aylanib, ya'ni musbat bo'ladi. U ham 0 dan katta bo'ladi. Ya'ni A javobda. 6-chi, 7-chi, 8-chi masalalar ham shu usulda ishlanadi, ya'ni 5-chi masala bilan bir xil. 9-chi masalani ishlaymiz. Tinch holatdan 3 sm taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan tekis tezlanuvchan harakat qila boshlagan jismning 6-minut oxiridagi oniy tezligi. Ya'ni tezlanishi bor ekan, teng 3 sm taqsim sekund kvadrat. Demak, t teng 6 minut. Oniy tezlik. Demak, tezlanuvchan harakat bo'layotgani uchun v teng v0 plus at formulaga tushadi. Demak, tinch holatdan bo'lgani uchun uni boshlang'ich tezligi 0 bo'ladi. Demak, 0 plus 3 sm taqsim sekund kvadrat, ya'ni uni metr taqsim sekund kvadratga yozadigan bo'lsak, ya'ni 3 ni 100 ga bo'lamiz. 0.03 vaqtimiz 6 minut, 6 minutni sekundga o'tadigan bo'lsak, 6 ko'paytiramiz 60. Demak, 360 sekund. Ko'paytiramiz 360 sekund. 0 ketsa, demak 10.8 metr taqsim sekund. S javob. O'n birinchi masalamiz boshlang'ich tezligi 5 metr taqsim sekund bo'lgan jism, demak v0 teng 5 metr taqsim sekund. Jism minus 0.5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan, demak a teng 0.5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan sekinlasha boshlaydi. 4 sekund oxiridagi jismning tezligi. Demak, t teng 4 sekund o'tgan paytdagi jismning tezligi so'ralgan. Demak, v teng, agarda sekinlanuvchan harakat bo'lsa, tezlanish manfiy bo'ladi, ya'ni v0 minus at bo'ladi. Uni hisoblab qo'ysak, v0 5 minus a05 t 4. 5 minus 0.5 ni 4 ga ko'paytirsak 2. Javob 3 metr taqsim sekund. A javob. 12-chi masala. Tinch holatdan 4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan, demak, tezlanish teng 4 metr taqsim sekund kvadrat. To'g'ri chiziq bo'ylab harakatlana boshlagan jism 2 sekunddan keyin t teng 2 sekunddan keyin o'zgarmas tezlik bilan harakatlanadi. Dastlabki 8 sekund davomida jismning o'rtacha tezligi. Ya'ni t umumiy teng 8 sekund davomidagi o'rtacha tezlik. Tak. Hozir shuni yo'lamaydi. Demak, 12-chi masalada dastlabki 8 sekund davomidagi jismning o'rtacha tezligini aniqlang deyilgan. Demak, jism harakatni tinch holatdan boshlagan, demak v0 teng 0. Tinch holatdan 4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan, ya'ni a tezlanish bilan. Tekis tezlanish bilan to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlana boshlagan jism 2 sekunddan keyin, demak, bu yerga kelguncha 2 sekund vaqt o'tgan, 2 sekunddan keyin o'zgarmas tezlik bilan, ya'ni bu tarafda teng konstanta. Demak, o'zgarmas tezlik bilan harakat qilgan. Ya'ni bir desak a2 teng 0 bo'ladi.
Dastlabki 8 sekund davomidagi jismning o'rtacha tezligi. Demak, dastlabki, ya'ni umumiy harakat boshlangandan oxirgi 8 sekundgacha bo'lgan vaqtdagi o'rtacha tezligi so'ralgan. Demak, tezlanuvchan harakat u 2 sekund tezlanuvchan harakat qilgan. Demak, qolgan vaqtda o'zgarmas tezlik bilan harakat qilgan. Bu qolgan vaqt, umumiy vaqt 8 sekund bo'ladigan bo'lsa, qolgan vaqt T2 6 sekund bo'ladi. Endi o'rtacha tezlikning formulasi S umumiy masofani T umumiy vaqtga nisbati bo'ladi. Umumiy masofani o'rniga S1 plus S2 T umumiy vaqtning o'rniga, ya'ni 8 sekund qo'yiladi. Endi S1 emas. Demak, bizda tezlanish bor. Demak, S1 ni quyidagi formuladan topib olamiz. V0 T1 plus A T1 kvadrat taqsim 2. Demak, dastlabki tezlik 0 bo'lgani uchun bu xat 0 bo'ladi. A ni o'rniga 4 qo'ysak, T1imiz 2 ning kvadrati taqsim 2 bilan bo'lsa, demak 8 metr masofani bosadi ekan. Endi shu 2 sekundda erishgan tezligini topib olamiz. V teng V0 plus A1 T1. Demak, V0imiz 0, A1 4, T2 demak u 8 metr taqsim sekund tezlikka erishadi ekan va shu 8 metr taqsim sekund tezlik bilan qolgan 6 sekund harakatlanadi. Demak, keyingi 6 sekundda o'zgarmas tezlik bilan harakat qilgani uchun S2 teng V2 ko'paygan T2 bo'ladi. Ya'ni V2 mana bu yerdagi V tezlikka teng bo'ladi. 8 ko'paygan T2 vaqtimiz 6 sekund. Demak, 48 metr. Endi o'rtacha tezlikning formulasiga qo'ysak, S1 imiz 8 plus S2imiz 48, T umumiy vaqt ham 8. Demak, 56 ni 8 ga bo'lsak 7 metr taqsim sekund chiqadi. Javobda berilgan. Demak, 13-masala. Tinch holatdan doimiy tezlanish bilan harakatlana boshlagan jismning tezlanishi qanday ifoda bilan aniqlanadi? Ya'ni tezlanish so'ralgan. Tezlanishning asosiy formulasi V minus V0 taqsim T bo'ladi. Ya'ni tezlanish deb vaqt birligi ichida jism tezligini o'zgarishini aytiladi. Bu yerda tinch holatdan degan uchun, ya'ni tinch holat bo'lsa V0 teng 0 bo'ladi. Ya'ni bu xat bo'lmaydi. V taqsim T bo'ladi. Demak, A javobda. 14-masala. Poyezdning tezligi 10 sekundda, T teng 10 sekundda 36 dan 54 km/soatgacha ortdi. Demak, V0 36 km taqsim soat bu 10 metr taqsim sekund bo'ladi. Keyingi tezligi 54 km taqsim soat bu 15 metr taqsim sekund bo'ladi. Ortdi. Uning tezligini vaqtga bog'liq tenglamasi qanday? Demak, tezligi ortgani uchun bu tezlanuvchan harakat bo'ladi. Tezlanuvchan harakatda V ning tenglamasi V teng V0 plus AT bo'ladi. Bu uchun bizlarga A tezlanish kerak bo'ladi, ya'ni A teng V minus V0 taqsim T. Demak, V 15 minus V0 10, vaqt ham 10. 15 dan 10 ayirsak 5, 5 dan 10 ga bo'lsak 0,5 metr taqsim sekund kvadrat. Endi mana bu tenglamaga qo'ysak, V teng V0 ni o'rniga 10 plus A ni o'rniga 0,5 T bo'ladi. Ya'ni S javobda turibdi. Keyingi 15-masalada jismning tezlik tenglamasi berilgan ekan. V teng 3,6 T
minus 18. Ko'rinishda jism qancha vaqtdan keyin to'xtab qoladi? Demak, to'xtab qoladigan bo'lsa, jismning oxirgi tezligi 0 bo'ladi. Tenglamaga v ni o'rniga 0 qo'ysak, 0 teng 3,6 t minus 18. Demak, 3,6 t teng 18, t teng 5 sekund. B javobda. 16-masala. Jismning tezlik tenglamasi v teng 15 minus 5t. Ko'rinishda jism qancha vaqtdan keyin to'xtaydi? Yana v ni o'rniga 0 qo'ysak, 15 minus 5t, 5t teng 15, t teng 3 sekund. Demak, E javob. 17-masala. Poyezdning tezligi 10 sekundda, t teng 10 sekundda 72 km/soatdan 54 km/soatgacha kamaydi. Demak, v0 72 kilometr taqsim soat. Bu 20 metr taqsim sekund bo'ladi. V keyingi tezligi 54 kilometr taqsim soat. Bu 15 metr taqsim sekund bo'ladi. Uning tezligini vaqtga bog'liq bo'lib tenglamasi qanday? Yana bu yerda tezlanish topib olamiz. A teng v minus v0 taqsim t teng. Demak, 15 minus 20 bo'lingan 10. Demak, 5. Demak, 0,5 minusdan 0,5 metr taqsim sekund kvadrat. Ya'ni sekinlanuvchan harakat qilyapti. Sekinlanuvchan harakat qilsa, tezlik tenglamasi v teng v0 minus at bo'ladi. Demak, v teng v0 20 minus a 0,5 t. E javob. 18-masala. Jismning 2 sekund vaqt momentidagi tezligi 10 metr taqsim sekund, 4 sekund vaqt momentidagi tezligi 16 metr taqsim sekundga teng. Jismning tezlanishi va boshlanish tezligini toping. Jismning tezlanishi va boshlanish tezligi. Demak, t1 teng 2 sekund vaqt momentidagi tezligi v1 10 metr taqsim sekundga teng. Keyingi t2 teng 4 sekund vaqtdagi tezligi v2 teng 16 metr taqsim sekundga teng. Demak, tezlanish va boshlang'ich tezlik. Demak, bu uchun formula yozib oladigan bo'lsak, tezlanuvchan harakat qilyapti. Demak, v1 teng v0 plus a t1 bo'ladi. Ikkinchisi uchun yozadigan bo'lsak, v2 teng v0 plus a t2 bo'ladi. Ya'ni bularni sistema qilsak, v1imiz 10 teng v0 plus a t1 ni o'rniga 2 qo'yaman. v2 16 teng v0 ni o'rniga v0 plus a t2 ni o'rniga 4 qo'yaman. Demak, pastdan yuqorini ayirsak, bu yerda 6 v0 lar qisqarib ketadi. 4a dan 2a ni ayirsak, 2a bo'ladi. A teng 3 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Mana tezlanish chiqdi. Endi tezlanishni istalgan bir tenglamaga qo'ysak, boshlanish tezligi kelib chiqadi. Masalan, birinchi tenglamaga qo'ysak, v1imiz 10 teng v0 plus a 3 chiqdi. Demak, 3 t1 2. Demak, v0 teng 10 3 2 6, 10 dan 6 ni ayirsak 4 metr taqsim sekund bo'ladi. Ya'ni 3 bilan 4 degan javob bo'ladi. B javobda turibdi. Keyin 19-masala nazariy, ya'ni 20-masala. 20 ni ham shu yerga sig'diramiz.
Ikkita jism tinch holatdan, demak V01 V02 teng 0. Tinch holatdan A1 teng 2A. Demak A1 teng 2A, A2 teng A. Tezlanish bilan harakatlana boshlaydi. Ularni bir xil tezlikka erishguncha sarflagan vaqtlari nisbat. Ya'ni T1 ni T2 ga nisbat. Bir xil tezlikka, ya'ni V1 teng V0 plus A1 T1, V2 teng V0 plus A2 T2 bo'ladi. Ya'ni bir xil tezlikka erishguncha desa, demak V1 teng V2 bo'ladi. Demak, boshlang'ich tezliklari 0 bo'lgani uchun A1 T1 teng A2 T2 bo'ladi. Bu yerdan T1 taqsim T2 teng A2 taqsim A1 bo'ladi. Demak, A2 A, A1imiz 2A. Demak, 1 taqsim 2 bo'ladi. Ajoyib. Masalalarning davomini keyingi videolarda davom qildiramiz.